Mana bu 500 ming senga. Nimaga? Halol qilib Bu halol. Yo'q, baxtga daqroq. Nech puldan qoralayapsan? 4 ta bolam 5 ming. 4 ta balon 5 ming. Ha, hozir 2 mingga qilib bersang, bu safar kelsam qo'shib bersam bo'ladimi? Shoshmaga. Hozir bozor qilishim kerak ichkarida. Nima yordam beray? Shu narsalarni tashishga yordam berasan-da. Necha yoshdasan? 15 yoshda. Nech pul topasan bir kunda? 50 ming, 100 ming shunaqa. 50 ming, 100 ming. Nasibaga qarab, ha? Nima qilasan topgan pulingni? Oyimga beraman. Oying bilan yashaysanmi? Oyim ukam tushishida. 3 kishi yashaysizlar, ha? Hamma oyligingni berasanmi yo biron o'yinlarga o'zingga olib qo'yasanmi? Hammasini oyimga beraman. Ha, malades. Sen demak oila qara ukajon. Durbek. Mana shu qilgan bozorligimiz bor-ku. Aslida sen uchun ukajon. Maniki sen uchun bozorlik qildim. Ko'ryapman, juda ham chaqqon, epchil, malades bo'lasan. Mana shu qilayotgan mehnatlaring, vaqtli turarsan, kech yotarsan, sovuqda, issiqda, yomg'irda, qorda mana shu mehnatni qilib yuribsan, to'g'rimi? Mana 500 ming senga. Nimaga? Halol qilib olishim. Bu halol pul, men chin ko'ngildan senga chiqarib beryapman. Onangga bag'ishlangan nima orzung bor? Ikkita ustaxonachi olsam, agar keyin hajiga jo'natib yuboraman. Inshaalloh, malades, 5 ni ushla. Sen malades ekan, orzularing katta. Senda bu yoshda buncha bilim qayerdan? Kim senga bilim beradi? Alloh bilim beradi, ha? Bozorlik bilan uyga borasan, uyga seni kim kutib oladi? Ayam. Ayangni oldilariga mana shu bozorliklar bilan kirib, ayangni yaxshi ko'rishingni aytib, nima deding? Taksi chaqiraymi? Taksi chaqiring. Malades bo'lib yurgin. Xo'p.